Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bu harakatlari bilan nima demoqchi bo'lgan? Xabarlaringiz bor, prezidentlar, katta siyosatchilar mediaga biror bir xabarni nafaqat o'z so'zlari bilan, balki qilayotgan xatti-harakatlari, jestlari bilan ham yetkazib bergan. Katta bir tadbirda Vladimir Putin hamda Islom Abdug'aniyevich Karimov uchrashib qoladi. Ular uchrashgan chog'da Islom Karimov Vladimir Putinning bo'yinbog'i va kostyumini ozgina to'g'rilab qo'yadi. Mening shaxsiy fikrim va xulosamga ko'ra, Islom Abdug'aniyevich Karimov bu qilayotgan xatti-harakatlari bilan bir ustoz o'z shogirdini kamchiligini to'g'rilagandek yoki bir aka o'laroq ukani xatosini to'g'rilagandek xabarni ommaga yetkazmoqchidek tuyuldi. Bu men albatta shaxsiy subyektiv fikrim. Siz esa fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Bu xatti-harakatlar shunchaki oddiyni ommaga yoki mediaga jo'natmoqchimi? Yoki qanaqadir o'zini Putindan ustun ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lganmi? Kommentariyaga albatta fikringizni kutaman.